onam yig'lab duo qilyaptilar deydi. Yig'lab. Ya Robbiy, senga hech narsa emas-ku meni bitta bolamga ne'matlarga burkab tashlash. Yalinaman, yolvoraman, o'tinaman deb onam yig'lab duo qildilar deydi. Men ham deydi biroz to'lqinlandim, lekin baribir ana ishim yurishmaganligidan nimasi miyamda turibdi, bordim, oshxonadan suvni olib ichdim, yotdim. Oradan qisqa fursat o'tgandan keyin ishlarim o'z-o'zidan yurishib ketdi deydi. Qisqa fursatda, nechadir kunmikan yoki qanchadir haftadan keyin ishlarim yurishni boshladi. Shu darajaga yetdiki, deyapti. Hozir ham bu Islom Jamol o'sha Microsoft, Apple va bir qancha Amazon, juda ko'p kompaniyalarda aksiyalarining egasi hisoblanadi, nechadir foizdan. Shu darajaga yetdiki, Wall Street'dagi eng katta ko'chmas mulklar meniki bo'ldi. Va har safar shu ne'matlar kelganda bildimki, yarim tunda xonasida yig'lab duo qilgan onam bilan o'sha onaxonning duolari Wall Street'da zir titratdi, deyapti. Wall Street ko'chalarni titratib yubordi. Chunki u yerdagi eng katta ko'chmas mulklar meniki hozir, deyapti. Menga berdi yaratgan ekan shunday. Duoni olasiz. Eng sizga qilingan duolar ichidagi eng afzali avval onaniki, keyin otaniki. Eng afzali. Mana shu ota-onadan boshqadan duo olish kerakdir, lekin men aytamanki, ota-onasi tirik odam boshqadan duo olish shart emas. Tirikmi? Farqi yo'q, u ota-ona qanaqa? Ibodatli, ibodatsiz, hattoki mushrik bo'lsa ham degan ulamolarimiz. G'ayridin bo'lsa ham hattoki. Farqi yo'q. Qiziq emas. Ularga yaxshilik qilinadi. Ulardan borib endi musulmondiki farzandi borib ularni duosini oladi. Qanday? Ona, ota bir haqqimga duo qiling deyilmaydi. Avval ularni xursand qiladigan ishlar qilinadi. Ularga uf deyilmaydi. Ish buyurganda ularni norozi qilinmaydi. Ularning kayfiyati buziladigan darajadagi gap aytilmaydi, ovoz balandlatib ko'tarilmaydi. Ana undan keyin xursand qilib bir haqqimga duo qiling onajon, otajon deb qo'llarini o'pib, ko'ziga surtib duosini olsa, ota-ona chin dildan duo qiladi.